Benim kamçıları. Kızım, yeni sırtıq çıqamsız? Yana ne boğandı? Karın mısın? Bilgim, karakçılar mallarını bulap gitti. Nime? Karakçılar mallarını bulap gitti. Yeni bulap getdim ha? Ulan Semet'ini öldürü etti. Melullah! Masum! Man, yurtçı onların çağırıp gel. Hoş. Bir məlidi çoğ bulup asigir Çığa! Bilmepti mən qədrim Oy, eytmamsa Süleyman, toxtab qaldın qo Bəlkə qarab getdin qo Asmandiki qazdan шығып сыған анчылайды ауытамса Жоқ Her kaysınla yurtның kattaları. Rabbiyal evvel, Rabbiyal ahir, 2 ay. Qarakçılar köp qatım mallarımni bulap ketdi. Onun üstüge adam öldü. Bugün ben sizlerini çağırtıp, Qarangı tağdaki bulangçılarga qandaq taqabul turuş haqida sizlerinin məsləhətinlərini anlap baxmaqçı. Sile yurtның atısı. Biz elbette silinin eğizleriga qaraymiz. Qarangı tağdakilar bək həddidən eşib getdi. Anlasam ular bulğan mallarını yalan töşlərə öləşdirib berəmiş. Meningçə bu işni Şengen janoblarına ma'lum qilib, cheriklar orqali besiq turish kerak. Bu işni başqa yurt bəgləri anlasa, alqançılık yurtnımı soruyanmaptı deb, meni zаңlı qınmamda. Muşu işini deb Şengen janoblarının aldığı varamdı mən. Konularda mındaq bir gep var, yiraqdiki su, otunu öçürənməpti dedi qat. Ondaqda özlerinin qandaq planı bakin. Bu işni yenala, özümüzдің halqığını tüzük. Mən ot setip bilib, bir türküm jigitlarni qorallandırmaqçı. Bu işte her qaysınlarning qo'llashi zarur. Küçü bağla köş, pulu bağla pul çıkarış gerek. Bu işni becerişki mən Yunus'unu evetmekçi. Sizler onunla yıkındın hemden boğaysılar. Benim karsla ağa öyle gecip kızılken. Ben sana at vereyim mi? Boldu hanım. Çıkmışla. Çıkmışla hanım boldu. Hiç yok. Ağaylısla. Hanım, ağaylısla. Nimeden korksan bakama. Belki igizgi çıkmasla başkalar görüp kalsa ergi digemezlikin de ben sırayım. Yine atılda fakat hani. Buldu, bilmedim. Assalamu alaikum begim. Özleri tapşırgan işlerini becerip boldum. Setip algan atlarını et ekep berdigan boldu. Yurtның amallığıdan hatırcan bosla. Ben cesekçilerini köpeyttim. Yaramlıq jigitlerini tallap koyduk. Ular begimnin xizmetiga tayyor turdigan boldu. Yaxşı, berip tamağını ye. Qoş. Kızım, muşu günlerde sel uğruqlap kaldınız. Köprek yan ha? Elin. İlan. Anlasam kızım, yine terakki yapmışsınız. Şu mu kızvalının kılığı mı? Ha? Baktı güldü günah yok. Bırak ben özüm çıktım. Süleyman, sen bu etinğa bek amrak he? Bu atның qadrini özümle bilemem. Mahmut Bey bu atni 10 kalık değişip gel. O bana uttırıp etkende
ko'zdan yosh chiqib ketadi deb qoldim. Uning bechora holini ko'rib, mening ichim og'rib ketdi. Sulaymon, sen bundaq o'ynayversam, hamon chatoq chiqadi. Baras. O'g'loq tortishqa, men bu otdan birini tepib, qatnashaymikin deyman. Ha, shundaq qil, bilib boraylik. Men mangay. Amina bilan ko'rishmoqchi edim. Men demadimmi? Yanli mening mush etim yaxshi. Bo'pti, beraver. Bo'lmag'in. Hech qisi. Shundaq chiroyli bo'lib ketdilar. O'g'loq tortish maydoniga borsizlar. Yigitlarning hamsi o'shidan ketadigan bo'ldi-da. O shayton mushtak turib degan gapingni qara. Xonim, hamma odam sizning apillarini bek chiroyliqdi. Rayla xonim apisiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi deyishidi-ku. Xonim, o'rib bo'ldim. Hey, oldunuz mu Rayla? Ha, mana. Yaraysa git.
Eşkalla begim. Barakallah Süleyman. Sen begimge yarab qalding. Hozir bizga sendek odam kerak. Begim yaqini bir muncha ot setib oldi. Seni otlarga qarshi bersin deydi. Qandaq? Keyinchi bir gap bo'lar. Tinchlikmi xeni? Maqsumqa, ava atni egarlab bersizlar. Kechirsizlar xenim. Bu atni begim tek tunugin akeldirdi. Bu at shash, mijazi eski. Yanala özlerining atlarini minsizlar. Hech qisi yo'q. Bo'lmaydi xenim. Bir ish chiqib qolsa men hudisdan chiqolmayman. Sizning qarlar bo'lmasin. Begim! 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 Xenim tunugin akeldirgan heliq shashatni minib chiqib ketdi. Yunus! Hay Yunus! Hey, atның şaşlığını bilip durup, nime işkimini güzdün? Xenimni har qancha to'ssammi unimi de begim. Man, Maqsim bilan ishking derhal railani kendin jap. Bir ay chiqib qolmasin. Tez bo'lish. Xo'sh. Xo'sh. Süleyman. Ziraatlarının hammasi qurib ketibdi-ku. Suni o'tib tegmaydi da. Hoshimbekning uyida ishlashimga nima ish qarshi tursa? Men sening Rahilani ko'zlayotganingni bilaman. Lekin sen Hoshimbekning qanday odamligini bilmamsan. Hoshimbekning uyida ishlagandan nimasi yomon? Xoliga odam kiramaydi o'taqa. Oy, Rahila o'g'li. Chataq. İşte bu. Kasım! 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 Raila texchi qaytib kelmaydi o. Bir ay ish chiqib qolmasli bo'ladi-ku. O'zlari ak o'gitib qo'ygan ekan, o'zi bilganini qilib suygandu. Qiz bola degan aytidan kelgich o'g'il boladek yursa qandoq bo'ladi? Og'zingni yumush. U qachila. Unda qosmang bir o'g'il tug'ib berishmasa. Ajab ansirattınız kızım. Xudoga shukr, salomat ekansiz. Yunus qani? Mahmud 105'ning uyiga ketdi. Begim. Bayağı xenim atdan yiqilib tushkil tasqapdi. Qosim bilan Sulaymon qutuldiryapti. Qosim yaralanibdi. Sulaymonni at uyga chaqiringlar. Uningga rahmatimni aytib qo'yay. Xo'sh begim. Kim? Mahmud 105'ning uyiga tog'dagi buloqchilar o't qo'yibdi. Ma'qul biz hozir bormiz. Maqsum, Ahmad, qani sizlar? Mana bu. Darhol bu yaxshi qilinglar tez. Chopsan buloqlar, chopsan. Ma, sen begimga xabar qil. Tez bo'l. Biz menga yuraylik. Maqsum, tez o'rningdan tur. Hey, to'xta, chaqa bo'l. Ha, Qandaq? Xeli o'ngishilib qoldim. Tönögün azroq beshim qayg'andi. Hozir xeli yaxshib qoldim. Ko'proq ehtiyot qil Juma. Bo'lmasa atogin to'yoni qilmay qolmay yana. Aras. Akşam məlid nima ish oldi dedim. Ish qancha ish yo'q. Shu Mahmud 105ning uyida azroq ish chiqa o'xshaydi. Qarang'u tog'dagilarning qilgan ishi qo'daymi? Ularni tutalabdimi? Birsini tutqa o'xshaydi. Zodi qandoq o'g'ilni men o'qimadim. Kirsam bo'lamdi? Keling xanam. Keling. O'tiring.
Xeyli oңşılıp qaldыңızmı? Xeyli yaxşı. Meni de pərəj tapdınız, ha? Hech qisi yo'q. O'ngshilib ketdim. Otni qalyamay yig'lavatamsiz? Biz kichigimizdilla yetimchilik uchun o'lgan. Hamma ishni o'zimiz qilib ko'nib ketdik. Әкелің, мен қалай. Siz begimning eslizodi qizi turib, tamoq etishni bilamsiz? To'la meni xinim davamısınızcı? O nerede? Uyda. Siz at minishga bek usta ekansiz, ha? Bana yetib qo'yamsiz. Siz mi at minishga amir ekansiz, ha? Hı? Men bir necha qitim sizning daryo bo'yida otliq turg'uningizni ko'rdim. Siz u yerda kimga duo qilasiz? Men opamga duo qilaman. Men sizga o'xshash deyman. Voy, qozon qaynab ketdi. Qani ilinglar. Siz mi keling qani? Rayla, siz mi keling? O'xshabdimi? O'xshabdi. Rayla, siz mening. Tuz etib ketib-də, əyibki boyramanglar. Bu mening tunji qitim tamoq etishim. Xo'shamsa, siz qilib qiling. Men sizni utib qo'yay. Degin men shundoq qilishim. Namish. Qanim, senin bu yerda ekanlig'i. Ha, men qalsin yo'qlab kelgan. Sulaymon, begim seni kep kelsin deydi. Sizlarga rahmat Sulaymon. Tünügün Rahilani qutuldiribsizlar. Rahmat degudek qanchalik ishdi begim. O'tganda Yunus sana degan ishni o'ylanib baqdingmi? Begim hammil odamga bundoq gapni da'vamaydi. Begimning lavzini yerda qo'ymaydigansa. Bo'pti. Shundoq bo'lsin. Yaxshi ishlar. Maqsud, Xo'sh. Sulaymonni otxonaga boshlab chiq. Xo'p. Aras Yunus. Men yaqinda Noyiga boraman.
bu yerdagi ishlar san qoladi. Ishlarni men bachaqda o'rinlashtirib bo'l. Uqdingmi? Ma'qul begim. Hey! Etim nimish qursa? Nim deb eylese, senin etan begimning etin tepken tursa. Beşlik morayla. Siz bu qoroda ishlamasınız bo'lardi. Nimishqa? Erkin azadi ko'ngillik turmushini tashlab, bu yerda nima ish qilasiz? Ben bu oyga her gün sizni ko'ralamammikin deb keldim. Öydeki ishlar sizlarga qoldi. Tog'dagi qiraqchilardan azar aylanglar. Ha? Xotirjam bo'slar begim. Xudoga madad. Yo'q. Aq yo'l bo'lsin. Qasım to'y qilatdi. Men berib yordamlashib beray degan. Basang mayli. Baldıroq qaytib kel. Endi emet yo'q. Otxonadagi ishlar san qoldi. Xotirjam bo'l. Siz mi chiqibsiz? Sizni izlab chiqdim. Nima bo'ldingiz? Yo'lingiz yerim qoldi.
Xenim çay isle. Nima ovoz bu? Hech qanday ovoz yo'q-ku. Xato anglab qolgan o'xshaylar Xenim. Men bu ovozni bir necha qitim angladim. Anglasam dadam bir odamni tutyapti ekan. Shumi? Men uqmayman. Men chiqay. Shaharda epkagidek boshqa narsa yo'q ekan. Qara, mushuning qo'simi eg'izdiga peqinglar. Bizga bir aqurdan keyin og'ash kelmadimi? Hay, Şengen janoblardan endi neri ketanmay, bek aldirashib ketdik. Yunus. Men ketgandan keyin amanchilikdi. Tog'dagi qaroqchilar avara qilmagandi. ishlar joyida begim. Men har kuni kechda bir odamning vaqirig'ini anglayman. U odam kim u? O qarang'i tog'li qaroqchi. Qizvola degan bundaq ishlarni so'rab yurmaydigan. Qara, elala. Xalqlarning deyishicha qarang'i tog'dagilar undaq eski odamlar emasmish-ku. Ular odamlarimizni o'ldirsa, mollarimizni bulsa, yana yaxshi odammi? Beshim og'riyotdi. Men kirib aramalay. Seli ketgandan beri xenim sal qiliq chiqirib oldi. Ertadan kech Sulaymon bilan oppoq-chapoq qopshirishdi. Bu ras begim, ishonmaslar Yunusdan so'rab baqsizlar. Shundaq begim. Xenim Suyunchi, sendan aylansin nimaga? Sizlarga elchi ketdi. Kimga so'rab ketdi? Avutbekning o'g'liga. Sulaymon! Sulaymon, menga elchi keldi. Dadam uloq ma'qul debdi. Nima? Endi qanday qilamiz? Bo'lmasa biz qochaylik. Unda qilsam, hozir yaxshi bo'lmasmi? Siz erkishmi emasmi? Otan, suv ichinglar. Eshitma. Eshitma. Qani, uyga kir. Gap qilmamsan. Men Rayla bilan qochaymikin deyman. Nima? So'rab oldingmi? Bu degan jon bilan o'ynashadigan ish. Bek seni hargiz boshqa uyatmaydi. Ish. Endi chang'i chiqdi. Yana qarab tursam, uni haqqi berib o'tadi. Ish qilib, obdaroq o'ylashqin. Qasim qani bu? Qasim. Boşapsa, bak, boşa. Ah yol olsun. O'g'ri, tuza! O'g'ri! To'xta! Voy! Otur. Ben hiç gün sırtı olaman. Sen esirip etme. Neymiş bo'ldi? Süleyman bilan Rahila kaçtı. Ben ulağı yardım kılgan. Bek'nin adamları qo'llab kelayotidim.
unutmuşlar desem, unutmadılar. Endi qandaq qilamiz? Pastidekdan tug'ilgan qizlari bizning yuzimizga to'kadigan ishni qilmaydi. Mana endi xo'p bo'ldi. Kapıldırma! Qanday oldu? Tutaldыңlar mı? Ulan tutanmadım. Qasımdan qaçırıp qo'ydim. Bundan kapıla! Şunçilik işini konuşamadın mı? Tezmam! Nerede o süskülük? Bak, biz çoğum tutimiz. Hazırda mağamız. Hey! Don. Nima odamsiz? O'sha maqul odamsiz. Sulayman. Bizning o'zimizga tava haqiqiy bir uyimizmi bo'ladi? Cho'qim bo'ladi.
Bular kimlerdi? Qo'rqma. Ular darvishlar ekan. Ko'rib ber boq. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qani, o'ltiringlar bolalar. Qani, suv ichinglar. Ah, Parvardigorim. Havoya havas bilan bulg'anmagan, mehnat oyoqlar bilan dastalmagan mushu cho'l qopdi-da amdi. Qanim, men sizlarni to'nig'anda qilaman. Sizlar Hoshimbekning qizi-ku deyman. Nima? Hoshimbergning qizi? Qanim, bu putimning qandoq nakab bo'lib qolganligini bilamlar. Bu sizning dadilarining shafqati. Bu bola tex kichik, u ishlarni uqmaydi. Bu qizma amdi cho'ng bo'pti. Ba'zi ishlarni bilib qo'ysin. Qarislar qanim. Sizning onalari asli Hoshimbekning dedi gitti. U Hoshimbekdan sizlarga qo'saq ko'tirib qolgandan keyin Hoshimbek uydan qo'g'lab chiqargan. Keyin onalari bu alamga chidamay daryoga sakrab o'lib olgan. Hoshimbek sizlarni beqib olgan odamdan zo'rlik bilan tortib olib boqqan. Bo'ldi, o'kinma. Bu ishlar sizning savalligingiz emas. Xo'shamsa Xudoga omonat. Xudoyim omonat. Sulayman. Men bek usab ketdim. Yura. Av yoqib ber boqayli. Mening mang'udak holim qolmadi. Siz o'ltirib turing, ay. Zuvanım çıkama. Sulayman! Erkek olursan, kız ola çıkırışma. Yaxshilikchi biz bilan qoch. Bo'lmasa buni bo'g'izlab itaman. Men bilan qaringiz bo'lmasin. Bular meni hech nima qilolmaydi. Siz ketavering Sulayman. Dadingiz tirik tutamsanglar, o'ldirasanglarmi mayli deganda Juma.
Sen kim? Oy, Rayla xanım, əmdi seni etivalaydıgan, sana yanbasıdığan dadağımıca senden keçti. Avut begləmüce toyunu yandırıp etti. Mal xalq alem aldı da yüzümüz töküldü. Qarab dur, əmdi sen mi ananğa oxşaş xalqlarının ışığı aldıdıcan baksın. Oy, yüzü qılın siydi bəs. Bu cadige, afandı kıldı ağıcı baba. Begim polis oraya adam babamla uğraşıp gitti. Afandı kıldı ağıcı baba. Keskinimle adam babamla. Begim polisine keskinimle. Bo'ldi. Nima bo'lsa? Chiqib keting. Sen zaten nima qilmoqchi, ha? Men seni e'tiborlab baktım. Seni öz meylinga qo'yib berdim. Sen men qaytirganim mushumma? Meni erkimge koyup verdiler. Senin odakçıları kıganlar için, apamı kıganlar için. Hatta senin tadı değil mükemmeydi. Tutun! Dada nimbolla, dada. Rahmet Ufka. Selimka, bular sizlarni nima ish bunchalar qiynaydi? Sizlar nima ish taqib chiqib olgan? Mening shunday qilg'im bormi? Tog'dagi birodarlarning hammasi amalsiz shu yo'lga mangan. Tamak yevasla xanım. Tamak yemey bundaq o'ltirivasla qandaq bo'ladi asla xanım. Sulaymanning ahvoli qandaqroq? Men uxmayman. Yemayman, chiqib ketdi. Selimka. Selimka. Doğrularını işçi vasıla. Tolu malal bulmasıla begim. Ten saqlıq həmmidin əla. Men nima gunoh qilgan bo'g'aydim? U nima ishga bundaq qiladi? Sili onu bek əgügütüb qoyğan emasmı? Sulaymanni qandaq qilamiz? Ey Sulayman. Men Saqayxonda bir gap bo'lar.
Avaylısla. Xeyli yaxshi bo'lib qopti. İştikli oңaşlıp ketdik. Men endi o'ngishlanmayman uka. Sen menga ko'p yordam qilding. Mende yanmasa Xudodan yana. Undaq demasda Selimka. Bismillah. Selimka, Selimka. Qasım'ı sen. Süleyman Qasım. Bekar sen. Rayla. Ülgülemeyimiz Mangaylı. Silemyeni yıran. Sana oldu mu? Az canı kurtuluşmayayım. Des. Çıntar Süleyman. Aşıqның təmini obdan tetidin qo, ha? Rayla hazır. Nemi güllərini görüp atqandı. O nemil olmuşsun? Bəyinin qızı. Dadı soğan adam onu nemim qılatdı? Mən Rayla üçün hər qanaq nərsdə geçişki razı. Kasım, Selimka bulamıdı. Selimka. Selimka. Men bulamadım. Mening rizqim tugiga o'xshaydi. Selimka, ondaq demaslar. Bu dağda sizlarga ergishib shuncha uzun turdik. Sizlar xuddi o'z hakkimizdek o'ginib qolgandik. Bundan keyin inoq o'tinglar. Alloh egam sizlarga bir yo'l berdi. Selimka, biz Haşim Bek'den çokum qisas alamiz. Eng yaxshisi o'zinglarga puxta bo'linglar. Bundan keyin ko'proq Süleymanning gapini anglanglar. U yaxshi yigit. Selimka! 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 Nima bo'ldi Süleyman? Yana Raylani o'ylayapsan. Nima ish yopdi? Haşim Bek yana karvan chiqiribdi. Aşim karvan mang'uzmag'ili xeyli uzun bo'ldi. Bu qatam mang'uzgan mallar cho'qim az emas. Karvan qacha yo'lga chiqibdi? Tönünkün kecha o'g'irliqchi yo'lga chiqibdi. Darhol mang'ayli. O'lish viraq chiqsa xulamikin. Haşim Bek boş adam emas. Uning qo'rqmay karvan chiqqanidan qaraganda bu cho'qim bir qiltaq. Qo'rqishning hojati yo'q. Bu bir fursat. Sen taqi chiqqili 2 kun bular bo'lmaylar bizni qo'rqinchoq ko'ryapsan.
Bizi Haşim Bey'in adamları tutmamakçı mı ya? Bağmaydı Allah bağımsın. Hiç kim bağımsın, özüm var mı? Ne olacak bunu? Yürüyün lan kırındaşlar. Begim! Begim! Karvan yan qaroqchiga uchratdi. Nima? Bo'pti eshiklar. Bular bilmaydigan yo'l bilan mang'idigan bo'lgan bu. Shuncha ko'p odam bilan mollarni qaroqchiga tatqizib qo'yishdingmi? Selim o'lib ketgan bu. Bular yana nima ish shuncha qutirib ketadi? Xap. Begim, mening bir amalim bor. Anlasam Sulaymon hozir qorong'u tog'dagilarning beshiymish. Nima demoqchisan? Sulaymon Roila xonimga oshiq emasmi? Hele Süleyman Hoca. Hoca. Ha buralarına. Yallah. Yallah. İlallah. Ha. Atma yallah. Ha yallah. Sulayman, sen bu yerda nima ish qilasan? Qo'rqma. Qanaqa ahvoling? Men sendan yordam talab qilib keldim. Nima yerda? Men Roila bilan ko'rishmoqchi. Kallang joyidami sening? Begim ufqib qolsa meni bo'g'izlab etadi. Uning ustiga hozir begim hamma yerga jesakchilarni o'rinlashtiryapti. Yo'lda kecha kunduz payloqchilar bor. Eng yaxshisi sen bu yerdan darhol kel. Bu ishni hech kimga tuydirmaymiz. Biroq ag'indachiligimizdan yuzini tutib bo'lsin. Mana bu yerda. Xenimni mahalning sirtiga ep chiqilib bo'lmaydi. Payloqchilar bilib qolsa qanday qilamiz? Xotirjam bo'l. Malikni kirma. Sen uni Qosimni uy boshlab chiqsang bo'l. Ep qochmaydigan sen. Yo'q. Ko'rsamni bo'l. Roila bilan ko'rishib kelaymikin deyman. Men ishlarni o'rlashtirib qo'ydim. Chatoq chiqmaydi. Xotirjam bo'l. Men sen bilan birga boray. Yo'q. O'zim yolg'iz boray. Senisi. Hozir ko'zingga hech nim ko'rinmaydi. Gap qilganning foydasi yo'q. Bo'pti. Ko'proq ehtiyot qilgin. Keldim. Roila. Uyda saqla.
To'xtash. Hech ish yo'q. Jiddiyleşme hala. Nima odam yelg'andek Sulaymonni besib olishding? Uni qo'yib etish. Ensirme Süleyman. Ben sana ziya yetkizmeymen. Ben fakat sen bilen sözleşmekçi. Aval, bizninki var öyle. Yürü. Kani gel. Olta, olta. Oldu. Sizler çıkıp git ana. Ben Süleyman bilen ayrım söz işime. Xo'sh. Her kandak bir dadı oğucu üçün kızının birisi bilen kaçışı çoğun zerbe oldu. Şuna açığımda kıpsağın bazı işlerini köngülüge amma. Taqdirinin iradesi bilen işkinlarının rızkına koşulgan bolsa, onu tosup kaliş bendinin kolunun kemmeydi o. Oğuluk boldu. Hem de otturumuzdaki adavetini unutup gideyli. Lekin senin qaroqchilarga qo'shilib ketishing kallamdan zadil o'tmaydi. Ular sizlar o'ylagandek eski odamlar emas. Ular ilojsizlikdan shunday qilyotdi. Ular boshqa ish qilib jinni vaqsanmamdi. Qaroqchilik qilishning nima hojati? O'ylab baqa. Ularga boshqa yo'l qolmagan tursa. Bo'ldi. Bu gapni deyishmayli. O'z gapimizga kelayli. Mayli ular qandoq odam bo'lishidan qat'iy nazar, bundan keyin ular bilan bilib bo'lmaganing tuzuk. Xenim, Süleyman akam bilan begim yarışıp qaptı. Endi o xatirjam bo'lganlar Süleyman akam tekshiribdi. Men uni ko'rdim. O san bir gap qildimi? O silini ati sayrda bog'da saqlaydigan bo'ldi. Nimala degan bilan endi ishkinglar bilib oladigan bo'ldinglar. Qasım, kecha uxlamading. Biroz aram ila olamsan. Sulaymon nima ishga qaytib kelmaydigandi. U bir falokat kuchurdimi nima? Uning falokat kuchuraytdi. Bu chaqcha Hoshimbek kuyov qilib bo'lganda. Menimcha biz eng yaxshisi boshqa joyga yetkilib ketaylik. Sulaymon undaq odam emas. Xotirjam bo'linglar. U o'lsimi, qarindoshlariga osiylik qilmaydi. Süleyman, Eshitib morayli. Belki juda ketibsiz. Sen hem de bana oğul buldun Süleyman. Ben qiyirib kaldım. Bundan keyin yurt işlerini bana vakalten sen başqarasan. Undaq ishlarni men o'qimayman. Qilolmasman ekan. Uning ustiga men buni o'ylabmi baxmagan. Ay, bunun nemisi tez. Sen xalisanla ben ögütmen emasmi? Yine senin dostların var o. Ular yordamlashsa bo'ladi o, ha? Aras, senin taqida nurg'un dostların var o. Ular yaman ishdan qo'l uzib, yaxshi yo'lga mangsala, men boshqa adovatlarni unutib, ularning hech qaysini surishti qilmayman. Qandaq? Nima? Ular tog'dan tushib oldinlarga kelamdi. Ay. Bundaq desem, sen beni yemçi qilib, ularni to'rga tushirmoqchi o'xshaydi deb o'ylab qolma.
undaq niyetim yo'q. Sen xotirjam bo'l. Avval Rahila bilan ikkinlarning ishini bir taraf qilamiz. Ondan qog'ini sening ixtiyorlaringda bo'ladi. O chaqda sen menga o'g'il degan gap. Men faqat sana maslahat beryapman. Sizmitiniz biraz ko'rib qolmaganda? Hech kim ko'rmadi. Undaq qilmang. Bu yer biz qechib borgan u kengri cho'llarga o'xshamaydi. Dadangiz bizning to'y qilishimizga qo'shildi. Hamda bizdan baxtli boy oilamiz bo'ldigan bo'ldi. To'y qilsaqku har qancha namrat o'lsakmi mayliqdi. Faqat o'zimizning erkin ozodi baxtli oilamiz bo'lsa bo'ladi. Men yanala ashkangni dallada o'tkazgan kunlarni sevg'inaman. Meni qanday qilganimni bilasiz? Men shuni so'ray deb turgandim. Meni Qosim qutqizib oldi. Nima? U hayotmikan? U hozir qorong'u tog'da sog' salomat. Undaqda bizmi taqqa chiqib kelsak bo'lmamdi? Nima ish qila? Dadangiz to'y qilishimiz qo'shilgan tursa, yana qechib yurishimizdan nima ishdi? Bu uyda tursaqla yaxshi kun ko'rishimizga ishonmayman. Siz dadamning gaplariga ishinib ketmang. Nima ish bundoq deydigansiz? U hamon sizdan dadangiz qo'y. O't ketdi! Tez bo'linglar! Odam yo'q. Sulaymonni nagizlab qo'ygandim. Boshqa emizda boqamdiq ya. Ben degandim bu. Bu allaqacha Hashimak yo'qlab qoldi. Bo'ldi. Ketaylik. İşmenmi? Besh kelimdan o'tmaydi. Ha. Qaroqchilar hijab mahallini ochdi. Endi ahvolni Shanganga ma'lum qilib, jerik chiqatqizmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Men asli unda qilmaydigan. Endi shunda qilmasam bo'lmadi. Men bolalarning beshini o'nshab bo'lgandan keyin Sulaymonni ular bilan yarashishga avataman deb o'ylagan. Bizga mo tinchlik kerak. Lekin ular aram topqizmayotdi. Qaraganda sen bir berib baqsang bo'lg'idek. Bu ish tinjigandan keyinla ondan to'yga qo'yib qoladi. Sulaymon, men asli jiq gap qilmaydigan. Endi ish bu darajaga yetdi. Sen taq chiqib, ular nasihat qilib boqqan. Bahsan baray. Biroq ular gapimni anglama. Avval bir sinab baqqan. Men bütün ahli jamoat oldida va'da beraman. Ular xotirjam bo'lsin. Ular tog'dan qaytib tushib, teriqchiligini qilib, ish chiqamizlar, burunqi ishlarini hargiz surishti qilmayman. Sulaymondan ansirayotamsa, bo'ldi ansirma. Undaq odamlarga unchalik qilish arzimaydi. Hozir Sulaymonmi yo'q. Birodarlarni birasimiz, bular bosh bo'lmasak bo'lmaydi. Bu ishni qanday qilsak bo'lar? Bu ishni birodarlar bilan o'zing bir nima deyish. Ma'qul. Ular bilan maslahatlashamiz. Bir kilovatidi. O Sulayman ekan. Qosim. Tekshtirdingmi? Tursin, qandaroq. Qarindoshlar, tekshtirdinglarmi? Salomatmisan?
Qaysi kuni biz seni izlab berib topamadik. Nələrdə yurdun? Senden bek ensirdik. Seni izlep berip tutulup kağıl taslı kaldık. Berkine Qasım. Qasım. Mən sən qandaq deyişimni uqamayatım. Nemi gap olsa dəvə. Mən rast gapını desəm, Haşim Bəylə uyudu oldum. O menin Rayla ilə toy qilishim qoşuldu. Sən biləsən. Mən Rayladan ayrılamayım. Sən bizdən ayrılıb getməkçimi? Mən silahımı qaytıb kəssin deyə çıxışım. Nimə? Özün bəy tərəf ötüb getgəni az deyib, yəni bəynin gibini qıb çıxdın mı? Onda olsa mən gəpini oçuqla qılay. Haşim bəy sizlərlə yarışıb qalsam deydi. Sizlər tağdan düşüb yurt qaytsanlarla, o burun hər qandaq işini sürüşdü qılmaydigan oldu. Mana, ben demedim mi? O haman bizni bek setivit etti. Bekinin alçılığını kıp gitti. Rahmetlik Selim Kam'ın közüge nemi görüngen boğaydı bu? Man, düşüp qarap bak. Adam başlap gelgen bombusu yine. Mən adəm başlap gəlmədim. Bəy, Quran tutub qəsəm qılıdığım oldu. Sizlərni yarışıb qılınlar desəm, nemi yaman o? Bəyinin gepi kişendin mi? Bey sana bir nemi gizletken hoşmamdı. Bir xotin kişi üçün sen bek setilip gittin mi? Sen mi er kişi mi? Sizlər hazır işini məni düşənmək var sizlər. Hem hiç şundak iyilik dursa düşemeydiğin nemisi mi? Sulayman, sən bəlkə işinib getibsən. Sən ən yaxşısı bizdən yenimizdə qal. Rahilənin işini biz bir amal qılaydı. Obdaraq oylaşıb bax Qasım. Yanına yurt qayıtqınımız yaxşı. Sen bizni Bey'nin okulda ölsün demsen. Sizlər mənim cancıgar xeyrimdaşlarım dursanlar. Mən sizlərə yamanlıq qılamdı mən. Sen Bey'nin ketminini çep durup, kandak mı bizden dostumuz bulattık. Yox al əbləq. Mən bu sizlərni oylab gəp qılıvatam mən. Bombası biz bir ömür tuqqalımız bilan birgə ötənməy. Heç biz yürəmdik. Bu münafık! Bu hain! Ben seni öldürürdüm ben! Ey Sulayman! Sulayman! Xotunumdan qandaq ölgənligini unutub qapsan da. Menin əmdi səndək dostum yox. Man, gözümdə yox al. Begini qışığı kət. Ondan ki bana uçurab qalğıcım mı? Bu yerleriniz ne oldu? Atdan çıqılıb düşdü. Nime? Siz mi attan yıkılıp düşemsiz? Beni aldamana. Daqı çıxqandım. Qasımla uğraşıb qaldım. Nimişka? Mən ulanı dadağınız ilə yarışıb qalsa deb oyladım. Biroq ular meni Bəynin kətmini capdan. Onun setilib səndə. Siz ne buldunuz? Siz ondak kısınız, ola elbet şundak oylamamdı. Hem de siz mi şundaq deysiz qoy? Neymiş ki meni düşənməydiğən sizlər? Ular yarışıb qalsa? Bunun nemisi yaman? Ola kandak yarışıdı. Siz mama akırmam. Ulanın hem siz üçün. Gerek yok. Geçtik mi orayla? De hiç menden xapı olatamsız. Ankara. Kiçik oladek kıydı alamam. Oldu xapı olma. Bulanın hemimiz siz üçün qoy. Her qancha men üçün bolsun mu, vicdanınız xilap çıkmasliginiz gerek de. Ma'qul xanım. Ma'qul. Bundan keyin siz xohlamaydigan ishni hargiz qilmang.
Bo'ldimi? Bo'pti. Ular hozircha qaytib kelmasa, keyin bir gap bo'lar. Senmi bu oilada turayotqili xili uzun bo'lib qoldi. Rahila ishkinglarning ishini butun xalq olam bilib ketdi. Ishkinglarning to'yini qilib etmasak bo'lmaydi. Lekin xilidan beri tog'dagi qaroqchilar ko'p mollarimni bulab qo'lim sal qisqa bo'lib qoldi. Shundaqdimi to'yinglarga atab ozroq mol tayyorladim. Bo'ldi, xijil olma. Sen hozir mening o'g'lim bo'lib qolding. Sizlarning to'yinglarga mana men ega. Lekin mollarni darhol ilg'og'dish kerak. Uning puliga to'yga kerakli narsalarni olmasak bo'lmaydi. Bu qatim o'zing berib kelsang bo'larmikin. Sen qaroqchilarning ahvolini bilasan. Ularga uchirmaydigan yo'lni tepmay olaysan. Navoda ular uchrab qolgan taqdirdimi, seni to'nigandan keyin ular undaq qilmas. Bu ishni endi aql so'rasak bo'lmaydi. Obdarroq o'ylab baq. Aql. Basam bor. Mening siz ilg'oq bo'lmasiniz bo'ladi. Neymiş bu? Siz borgan sir dadamning sizg'an chiqamayapsiz. Siz menga siz xohlamaydigan ishni qilmayman deb va'da bergan ku. Siz o'zgarib ketyapsiz. Ben özgürlük etmedim. Endi siz ilg'oq bo'lma. Biz bu yerdan ketaylik. Kesek mi bo'laydi? Lekin men bir erkish turib, sizin javob qo'ysam bo'lmaydi. Bu ketim berib, azroq ketdik. Agar bu yer turishni xohlamasangiz, to'y qilib bo'lgandan keyin ketsak mi bo'ladi? Men sizga degan, mening bu uyda bir kunmi turug'im yo'q. Siz bilan har qancha jafo tassam mayli. Siz mening bu uyda ko'nglim suv ishmaydiganligini, opamning qandaq o'zini o'ldirib olganligini bilasiz-ku. Gerçi o mening dadam bo'lsa-mu, men uni bir umr kechirmayman. Menimcha u sizdan foydalanadi. Mendan foydalanyapti. Siz cho'la o'ylayapman. İxtiyoringiz. Cho'qim borman desangiz mayli. Siz kelguncha men ketib qolaman. Ne qilamsa? Xo'sh, xudoyimga emanet. Yo'lda ko'proq ehtiyot qilasizlar. Mao yo'l bak uzun, lekin bexatar. Mao yo'l yaqin. Qaroqchilar bor. Qanaqa qilamiz? Mush yo'lda mangayli. Ma'qulamiz. Qaroqchilar uchrab qolsa qanaqa qilamiz? Ansirma, men bor.
Assalomu alaykum. Qanara qag'inlar. Aslida Sulaymon baykan-ku. Men tek kimkin deptiman. Boyab ketgan o'xshamsa. Bunchalar mallarni olib nega maqda? İlixoğa. Men texechisining Hoshimbek setilib ketganiga ishonmay yuribdiman. Aslida rostganda Bo'ldi qil tursin. Mening sizlarga urushqim yo'q. quruq gapingni qo'y. Birodarlar, chiqinglar. Tursun. Nima ish oldi? Asta. Oylama. Nima ish oldi? Nima ish bo'latdi? Hammasi shu Sulaymon degan aqinani sho'monda. Sulayman Hoshimbekning mollarini epmengib ekan. Biz ular bilan tutishib qoldik. O'tirsin yarlandırdı. Hep Sulaymon. Kelar qatim yana uchrab qoladigan bo'lsam, seni o'ltiratmaydigan bo'lsam, Xinem, nim bolla, ko'ngillar g'ashqu. Baxtigul, men seni o'z singlimdek ko'rib keldim. Mening bir ishimga yordam qilgin. Bosh ustiga Xinem, qanday ishlar bo'lsa davasla. Men ketmoqchi. Mening bu uyda faqat turg'uchiligim qolmadi. Sulaymon bilan bag'ansir chiqishamayapmiz. Uning nazarida dadamla bor. Uning men uchun shunday qilayotganligini bilaman. Lekin uning qilayotgan ishlari vijdoniga xilaf. Men uning bunday ketaverishini xohlamayman. Biroq Xinem nagim borala. Uning yaqin do'sti Qosimning qishig'i borman. U hozir qorong'uda ekan. Siz qizib olib tursizlar, bu ish baxatarlik Sulaymon akam kelsa qanday qiladi? Menga yordam qiladigan ishing shu. Sulaymon qaytib kelsa mening tag'da ekanligimni ayt. U cho'qim meni izlab boradi. Mendan hech ansirma. Begim, Rayla xonim yo'q turdi. nima? Uning nega ketganligini sen bilmamsan? Bilmadim. Mam, Yunus'un çankırı. Ben onun yüzü gelemeydiğin nemiş kıgan boğuytum. O nemiş kımı şunda kılıdı o, ha? Begim. Nemish? Yunus, Rahila yana kaçıptı. Onu derhal qo'lala. Sulaymon bilan maslahatlashib birga qochmagandu, ha? Qaysi kuni Sulaymonning qorong'i tog'dagilar bilan urushqindan qaraganda undaq emasdek. Agar u Xenim bilan maslahatlashib olgan bo'lsa, ular bilan urushib nima qiladi? Mam, tez qo'lala. Qo'sh Begim. Agar ular birga qochmagan bo'lsa, Sulaymon kelganda qanday qilamiz? Bu Hoshimbekning qizi Sulaymon mushunda bizni yuz o'rgan. Onu tutuvilip yaxşı qıpsılar. Sulaymanның noçilik qığını endi bir körey. Qosim, Oy. Bu Rahila go. Nima ish oldi?
Sen nima qilmoqchi? Sulaymanning ishi bilan uning munosabati yo'q. Hoshim Beyning qizi o'g'an bilan u dadasiga o'xshamaydi. U bizga yuz kelmaydigan ishni qilib boqmagan. Sen nimaga tanib bundoq deysan? Bu yerda sizning degan hesabmi yoki meningmi? Men uningga jinim bilan kepil. Sen uni qo'yib et. Bo'pti. Sening o'zingni qilib uni qo'yib etay. Ammo bir ish chiqib qoldigan bo'lsa, hammasi sayiga. Raila. Siz bu yerga kelsangiz bo'ladi. Darhol qaytib keting. Undaq deman Qosim. Hozir mening birdan-bir yo'lanchigimsiz. Men Sulaymonni buncha ular o'zgarib ketadi deb o'ylamoqdim. U sizlarga yuz kelmaydigan ishni qildi. Men bu qitim uni to'yiq yo'ldan qaytarmikin deb qochib chiqdim. Qosim. Men ishqinlarni tog' ko'tarishib qolamikin deb pek ansirayman. Agar shundoq bo'lib qolsa, menga bir fursat bering. Men Sulaymonni to'sib qola olmayman. Agar u qaytib kelsa, biz yanada do'st. Navoda u odam boshlab kelib til ko'tarsa, men uni hargiz bosh qo'yib o'tmayman. Öygimi az qoldi. Sen berib to'y qilasan. Toza xo'sh bo'lib atqansan, ha? To'yimga berishni unutib qolmajimi? Cho'qim boraman. Sen degan Hoshimbekning kuyovli o'tirsa. Göşen Raila. Neçə gündən beri bu yerga künüb qaldınızmı? Künüb qaldım. Kuninglar jafoliq bo'lgan bilan ko'nglinglar bek ozod ekan. Sizlarga bek evasim kelyapti. Kimningmi bundaq o'tkizib odaysiz? Siz bilasiz. Bizgimi amal yo'q. Teşlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Qani, Ha, qani. o'lta. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Salomat kelib oldinglarmi? Ha, salomat keldik. Yo'lda jabhat atmagansizlar. Ancha jabhat atmadik. Sen ketib uzun o'tmay, xenim yo'qolib ketdi. Surishtirsak, qorong'u tog'dagi qaroqchilar tutib ketibdi. Ha, sen o'tganda ular bilan do'qirishib kelib, ularning odimini yarlandirib ekansan. To'xta. Nega borsan? Aldiraqsonlik qilma. Bu ishni biz obdaroq nazarda boqayli. Qani, xo'sh. Xo'sh. Yunus. Musalli sandan qo'ya. Ay. Ozroq Qo'ya. Xo'sh.
Senin bu yerda ishing yo'q, berib ishingni qil. Rahila. Rahila. Xotirjam bo'l, Sulayman. Sening ishing mening ishim. Tong etish bilan men yigitlarni yig'ib, sen bilan birga taqqa chiqaman. Agar ular xenimni qo'yib bermasa, jenimni tikaman. Kelin. Rahilani qutqizansam. O'lsam rostdan. Qo'sha. O'sha. Tinchlikmi? Nega madingiz Rahila? Aylanib kelay deyman. Biraz Emre babasınmı? Bo'ldi, rahmat. Emse baldurak yenip gelesiz. Tez burada! Bekle adamlar geldi. Ulan Süleyman başlap kepti. Ben Süleyman'ı izlep yürsem, aldığımı öz kepti. Bu qatim onu herkes boş koyatmayman. Yürü la! Asım. Rahilani qat. Rahila taqqa özü çıktı. Bu öz kelgen bolsun ne boptu. Beri, menin kulumda. Ben size padaklar aytam. Agar xenimni qaytirib berishimsan, biringni tirik qilishmaysan. Qani ko'ramiz. Chiqin la! Rahila. Rahila. Rahila.
Rahila. Bunun hem siz için. Beni taşlap gitme. Rahila! 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 Bunun hem siz için! Basqan çağda dilimni zulmet Sen jiraqda julalğan ot Basqan çağda dilimni zulmet Sen jiraqda julalğan ot İzlep seni qarayman her yan Vücudumda qıtırğandı cud İzlep seni qarayman her yan Vücudumda qıtırğandı cud Bundak suğa bakma gözümge Verilmeymen sadına berdaş Verilmeymen sadına berdaş Keçür fakat sen üçün ledep Bulalmadım ömürlük sırdaş Keçür fakat sen üçün ledep Bulalmadım ömürlük sırdaş Keçür fakat sen üçün ledep Bulalmadım ömürlük sırdaş